İngliz tilini öğrenip taşlatqalı 13 yıl oldu. Sizler İngliz tilini öğrenip, yana taşlatqalı qancha yıl oldu? Qaranglar. Maktabni faqat da shu öğrenip baqqalı bilamiz. Daha şöyle vaqtlarimizda mana shunday öğrendik İngliz tilini. Shunaqmi? Shu vaqtda bizning o'qish pulimiz dan boshqa bizga oyda beradigan turmush pulimiz faqat 500 qo'ydi. Aş 500 qo'y pulning 300 qo'yni kurs to'laytib, qolgan 200 qo'yni chiqib biz aş oyda cho'qim yetkizdik. Undan boshqa mana to'liq o'tirdi kiymagan kiyimlarimni aş dashiga bir kiyganman. Boshqa bolalar taliya qilish bilan o'ynab aldirash juba aldirash vaqtida men ishimning deyishasida hech qadam ezib qolib aş kurs qilib ingliz tilini o'rganmadim. Aş kunlarimni so'g'aqdagi shu yig'lan kunlarimni o'ylasam, bilim uchun arziydigan deb qaradim. Endi nima shunday o'rganib tashlaymiz degan vaqt birga sharoit yana birga endi bizning atrofimizda ingliz tili muhit bo'lmagan ekan, buni biz ma'lum vaqt tashlayib qolganmiz. Lekin men har shunisi cho'qim endi har kuni sanab kelsam, meni o'rganish qilgan vaqtim 3 oy edi. 13 yilni yazam ingliz tilini tashlayotmadim. Öğrenip taşlap, yajıldan 5'te öğrenime, yajıldan ahırış taşlayıptım. Yajıldan ahırda öğrenime, qağa ayda öğrenmeyime degendik. Sizlarçı, sizlar şuna qılıp sizlar, İngiliz tili öğrenmegeningizga qancha yil bo'ldi? Agar yana bir qatam İngiliz tili öğrenish fursat bo'lib qolsa, öğrenemsiz, öğrenmemsiz. Sizlarçı, o'zinglarning hikoyasini cho'qimish penin rayoniga yozib qo'yinglar. Men cho'qib ko'rmayman. Men oliy maktabdan bitirib qaytib kelgandan keyin bo'libmish 10 necha yilni yozsa, ingliz tiliga vaqtimni isrof qilganman deb o'ylayman. Lekin hozir men 3 yildan buyon o'zimning to'liq o'tirib singlimga, dashidagi singlarimga, hatto bizning uydagi navr bolalarga ingliz tili kitobini echib tarjima qilib, men yozib kelsa, men o'rganib kelsa deb deyilgan vaqtimda, shu bilimninki menga bir kun asqab qolganligini his qildim. Shuningga til degan narsa cho'qim o'rganib qo'yinglar. Men arziydigan deb qaradim. Men shu 10 necha yil o'rganib tashlab, hatto men yildan ingliz tili uchun 2-3 ming ko'p pul xarjlayman-da. 10 necha yil vaqtimni isrof qilib kelsam, hozir 30-40 ming ko'p pulni ingliz tili xarjlayapman. Garchi men o'zim o'ylagandek unday yuqori saviyadagi kinishkilni yuqori saviyaga borolmagan bo'lsam, lekin o'zimniki turmush qahishdim, kinolardan, kitoblarni ko'rsam, o'zim shunday joyni his qilganimda shunday xo'sh ketdim. Sizlar-chi, sizlar his qilamsizlar? Uydagi bolalarga yordam bo'ladimi ingliz tilidan?